Mana sürprizu, mana sürpriz. Ana kir yuvadigan mashina-yu, mana televizor. Siz ham ushbu jumlalarni esladingizmi? Ha, bu o'sha siz u biz bilgan Mahallada duv-duv gap filmidan kichik parcha edi. Mazkur film 65 yil avval dunyo yuzini ko'rgan bo'lsa-da, barcha o'zbek film ixlosmandlari uchun hali hamon ma'lum va mashhur, ayni damda sevimli hamdir. Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'zbek kinosining asoschilaridan biri Shuhrat Abbosov prodyuserligidagi Mahallada duv-duv gap filmi ijodkorlari, aktyor hamda aktrisalari kimlar? Keling, bugun siz bilan shu haqida suhbatlashamiz. Qani boshladik. Hamza Umarov Mahallada duv-duv gap filmida bosh rollardan biri, qurilish kranchisi Umarjon rolini ijro etgan aktyor. O'sha yillarda 35 yoshda bo'lgan. 1987-yilda 62 yoshida Toshkentda vafot etgan. Maryam Yoqubova Umarjonning onasi Oyposhshaxon rolini ijro etgan aktrisa o'sha paytda 51 yosh bo'lgan bo'lsa, 1987-yil 78 yoshida Toshkentda vafot etadi. Razzoq Hamroyev filmda Usta Sharif rolini ijro etgan aktyor Razzoq Hamroyev o'sha paytda 50 yoshda bo'lgan. Aktyor 1981-yil 71 yoshida Toshkentda vafot etgan. Rahim Pirmuhammedov Umarjonning otasi Arslon aka esa o'sha paytlarda 64 yoshda bo'lgan bo'lsa, 1972-yilga kelib 76 yoshida Toshkentda vafot etadi. Lutfi Sarimsoqova filmda bosh rollardan biri Sayyoraning onasi Mehriniso rolini o'ynagan mahoratli aktrisa. Lutfixonim Sarimsoqova ham o'sha paytda 64 yoshda bo'lgan va 1991-yil 95 yoshida Toshkentda vafot etdi. G'ani Azamov O'zbek Sovet teatr va kino aktyori, O'zbekiston SSR xalq artisti. G'ani Azamov o'sha paytlarda 51 yosh bo'lgan. Aktyor 2001-yil 92 yoshida Toshkentda vafot etadi. Ikroma Boltayeva O'zbekiston xalq artisti Ikroma Boltayeva o'sha paytda 44 yoshda bo'lgan bo'lsa, 1993-yilga kelib 77 yoshida Toshkentda vafot etadi. Sadixon Tabibullayev filmda Folbin rolini o'ynagan ushbu aktyor o'sha payt 54 yoshda bo'lgan bo'lsa, 1992-yil 86 yoshida Toshkentda vafot etgan. To'lqin Tojiyev filmdagi qurilish ustasi Mahmud obrazini gavdalantirgan aktyor To'lqin Tojiyev o'sha paytlarda atigi 24 yoshda bo'lgan. 2024-yilning dekabrida 88 yoshida Toshkentda vafot etdi. Agar siz ham umringizda bir bora bo'lsa ham ushbu filmni tomosha qilgan bo'lsangiz, videoga like bosib, bizga obuna bo'ling. Bundan ham qiziq videolar sizni kutmoqda.